Mana to'g'rimda nima narsa turibdi? Menimcha sizlar buni hammanglar bilsanglar kerak, to'g'rimi? Bu oddiy quduq. Mani orqamda esa 7 ta rang-barangli испытаниялы quduqlar turibdi. Hozir sizlar ekraningizda qizil, oranjiy, sariy, yashil, голубой, ko'k, fioletoviy quduqlar ko'ryapsizlar. Bizning bugungi qiladigan ishimiz har bitta quduqni ichiga tushib, ichida испытанияni o'tishimiz kerak. Biza to'g'ri quduq tanlashimiz kerak, tirik qolishimiz uchun. Abrxillarida esa bolalar juda ham zo'r prizlar bor. Bola bugun judayam zo'r video bo'ladi. Men anchadan beri bunaqa video olmayaptdim, boru ishoninglar. Biz bugun mana shu har bitta quduqni ichiga tushib ko'ramiz bolalar. Biz to'g'ri quduqni tanlashimiz kerak, lekin menimcha sizlar bilsanglar kerak, to'g'rimi? Men bitta-bittalab o'taman, hammasini o'tib chiqaman. Birinchi bo'lib albatta qizildan boshlaymiz bolalar, to'g'rimi? Birinchi bo'lib qizil, keyin oranjiy, keyin anti saruni, keyin yashil, har bittasini o'tib chiqamiz. Mayli bolalar, unda biz ketdi birinchisiga. Sizlar tayyormisizlar? Qanichi? Hop, tak pastga tushamiz. Qanichi? Tak davay chiqib qolamiz. Ne o'xshamayapti? Mana bo'ldi, chiqib qoldim. Tushunmadim, bu yoqda nima endi? Bu yoqda nima narsalar bor? Bu yoqda men qanaqadir kiyim ko'raman, bunaqa ko'rasizlarmi qo'shalik? Mana bu yerda, bolalar, men menimcha tushundim. Bo'ldi, men tushundim bolalar. Mana bu yerda hamma gullarni olib, bulardan krasитель qilib olib bo'yab chiqish kerak ekan narsalarni. Bo'ldi, men tushundim birinchisini qanaqa qilib o'tishni. Hozir kelinglar bilan olamiz. Mana buni qizil qilish kerak birinchisini, keyin oranjiy, bunaqa. Hozir kelinglar, mana buni ham olamiz. Hop, kelinglar, mana bu ozgina anaqa bor ekan. Bularni ham menimcha men bularni ham qilish kerak, echkilarni. Bo'ldi, tushundim. Kelinglar, birinchi bo'lib krasитель qilib olamiz. Hop, endi esa bittasini qo'yib, ana bo'ldi, qizil anaqa qilib oldik. Hop, kelinglar, buni bu yoqqa qo'yamiz. Tak, birinchisi tayyor bo'ldi. Hop, endi esa bolalar, mana bu kiyimni qilish kerak. Kelinglar, olamiz. Vishelkani bekor oldim. Hop, endi esa bitta-bittalab shunaqa qilib chiqamiz, qaranglar. Qizil anaqa bo'ldi. Tak, bunisini ham qizil. Mana bu ishtonlarni ham qizil qilamiz. Tak, endi buni ham qizil qilamiz. Tak, ana bo'ldi bolalar, tayyor. Hop, kelinglar, endi buni bunda olib kiyib qo'yamiz. Mana bu yerga qanday o'tirgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib. Hop, ana bo'ldi. Endi men echkilarni qizil qilib qo'ysam bo'ldi, qizilga bo'yasam. Salom echkilar, qizil bo'giylik yotdimi? Men bilmayman endi bo'giylik yotdimi yoki yo'q. Men sizlarni shunaqa qilishim kerak. Hop, tak, bundoq qilamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Endi nima bo'ldi qanichi? Bolalar, qaranglar, mana bu yerda eshik ochilibdi. Ana bo'ldi bolalar, mana biz ham prizga yetib keldik. Qanichi ko'ramiz. Tak, bolalar, qaranglar, mana bu yerda redstone bor ekan, bunaqa qiziq narsa emas. Mana bu yerda yana rubina bor ekan, mana bu yerda olmalar bor ekan. Mana bu yerda yana kiyim, qilich, kirka ham bor ekan. Bolalar, mana bu yerda qaranglar, joystik ham bor ekan. Menda o'z notebook bor, lekin joystik yo'q edi. Endi bo'lar ekan, menda ko'rasizlar, mazza qilib notebook o'ynab o'tiraman. Bo'ldi bolalar, prizlar faqat shunaqa ekan. Ketdi endi keyingisiga. Xo'p bolalar, mana biz ham qizilni o'tib oldik. Bu to'g'ri quduq ekan, tirik qoldi. Endi esa oranjiyni o'tamiz. Hop, qanichi bolalar, sizlar tayyormisizlar? Tak, ketdi. Tushunmadim, nima bo'pti? Tushunmadim. Bolalar, hozir qanaqadir bug bo'ldimi yoki nima? Men tushunmadim. Men o'lib qoldimmi? Kelinglar, yana bitta tushib ko'ramiz. Hop, mendagi qanichi. Yo'q, bolalar, bu qanaqa bug emas ekan. Voy. Bolalar, bu oranjiy noto'g'ri quduq ekan-u. Mayli, xo'p, hech nima qilmaydi. Keyingisini o'tamiz unda. Bu vashshe g'alatiga, ko'rdinglarmi? Bitada o'lib qoldim umuman. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xo'p, endi biz sizlar bilan mana bu sariq quduqni o'tamiz. Sizlar tayyormisizlar bolalar? Hozir qanichi ketdi. To'xtanglar bolalar, men hozir menga hech nima qilmayapti. Mayli, ketdi oxirgi tak. Mana bu yerga tushamiz, ana bo'ldi. Bolalar, qaranglar, mana bu yerda qaranglar. Mana bunaqa bloklar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Mazza qilib endi bularni ochib chiqarganmiz deyman, lucky bloklarni. To'g'rimi bolalar? Hop, kelinglar, birinchi bo'limini mana buni ochamiz. Bolalar, qaranglar, zeli tushdi. Buni qanichi kelinglar chiqib ko'ramiz. Qanaqadir effektli berdi. Bolalar, qaranglar, juda ham ko'p effekt
efekt berdi. Mayli kelinglar bunisini ochamiz. Bu yomon siylar ekan. Qaraychi. Tushunmadim men qayerdaman, nima bo'pti? Bo'ldi ko'rdinglar, qorong'i joyga paydo bo'lib qoldim men. Mayli, xo'p kelinglar, mana bu yerda ham ochamiz. Qanichi? Mana bu yerda men otga kiyimman. Bu bolalar otga kiymagan, lekin menda ot yo'q, buni nima qilaman men? Kelinglar endi qo'yanni. Bolalar, mana bu yerda qaranglar, qilich, mataga narsalar tushdi. Mataga zo'r narsa, men огородda ishlayman-ku, bilasizlar o'zinglar. Bularni ham ovulroq olamiz. Endi menda shuncha narsa bor. Kelinglar bolalar, mana buni ham ochamiz qanichi. To'xtanglar, mana bu yoqda nima ekan? Bu yoqda qaranglar, mana balushi degan narsa. To'xtanglar, men buni tekshirib ko'rmoqchiman. Kelinglar qanichi. Tushunmadim, qayerga tepaga ketib qoldi bu. Bolalar, bu ishlamas ekan-ku, bu mayli, balush ishlamoqchi edim. Bu bizga kerak emas. Kelinglar, endi yana ikkita dona qoldi. Va buni ham ochamiz. Qanichi? Bu yoqdan nimadir tushdi, lotka tushdi menga, qaranglar. Lotka ham kerak emas menga, nima qilaman, to'g'rimi? Endi oxirgisi qanichi? Bolalar, mana bu yerda bunaqa narsa bor-ku, men endi o'zimga mayak yasab olayman. Mana bu yerda prizli xona ham ochildi, qaranglar. Kelinglar, mana bu narsalarni bu yerga qo'yib turamiz-da. Boshqa hamma Lucky Blocklarni ochib chiqqanimda menga priz. Bolalar, qaranglar, mana bu yerda qanaqa ajoyib narsalar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Bular nima ekan, bunaqa tillali bloklar bor ekan, mana shulardan men o'zimga mayak qilaman. Yana mana bunaqa kiyim bor ekan, qanichi kelinglar kiyib olamiz. Bolalar, ajoyib ekan. Bolalar, qaranglar, mana omad keltiradigan Lucky Blocklar bor ekan. Juda ham zo'r bu. Hammasini olamiz o'zimizga, mazaq ochamiz endi bularni. Bolalar, mana bu saru quduv ham menga rosa yoqdi. Ko'rdinglarmi, qancha priz berdi menga. Endi ketdim, ham yashilga o'tamiz. Sizlar tayyormisizlar bolalar? Qanicha ketdik. Pastga tushamiz. Tak, endi mana bu yerga. Davay. Qanicha bu yoqda. Tushunmadim, nima qilish kerak? Bolalar, men bo'ldi, tushundim. Biza hozir mana bu obsidian sindirishga narsalar yashashimiz kerak. Bu naqa ham bo'lmaydi ham bolalar. Men juda ham ko'p bunaqa narsalarni o'tganman. Bilasizlar, kelinglar, birinchi biz daraxt olishimiz kerak. Albatta, daraxtsiz nima qilamiz biz, to'g'rimi bolalar? Endi daraxtdan o'zimizga doskalar qilamiz. Bu doskadan esa o'zimizga verstak yasab olamiz. Bu versakdan biz o'zimizga mana bunaqa palkalar qolamiz, tayoqchalar. Bulardan esa o'zimizga lopata qilamiz, yana kirka qilamiz. Dadam, ana bo'ldi bolalar, tayyor. Lopata bilan kirka tayyor. Endi esa bolalar, tushunmadim. Uje sirazi toshib keldim. Bekorga o'z lopata qilmanday boru, mayli, bunda yondirib yuboraman buni men pechkada. Kelinglar, o'zimizga bunaqa toshlar olamiz. Menimcha shu pechka qilishga ham yetadi shekilli. Birinchi bor bunda biz o'zimizga kirka qilamiz. Buni esa biz yondirib yuboramiz bolalar. Kelinglar, mana bunday qilib endi mana shu yerdan o'zimizga toshlar olamiz. Bizga juda ham ko'p tosh kerak. Birinchi bo'lib pechkaga, keyin yana nimaga kerak? Biz o'zimizga железо topishimiz kerak. Yana ugl topdim bolalar, qaranglar. Menimcha yondirish kerak emas bo'lar ekan men bularni, lopata narsalarni. Kelinglar, mana shularni yana olamiz, toshlarni olamiz. Tak, namicha bunaqa sekin bo'lyapti. Qaranglar bolalar, men o'zimga железо ham topib oldim. Mana bu uchinchisi ham bor ekan. Bo'ldi, ketdi o'sha bolalar, biz o'zimizga mana bunaqa zo'r kirka endi qilib olamiz. Tak, kelinglar, birinchi bo'lib biz o'zimizga mana bunaqa pechka qilamiz. Tayyor. Pechkani endi bunday tepaga qo'yamiz. Endi kelinglar, mana bu yerda o'zimizga mana buni eritib olamiz. Tak, kelinglar, birinchi o'rinda ham kirkalarni qo'yib eritamiz, lopatani qo'yib eritamiz. Tak, ana bo'ldi, endi kutamiz bolalar. Uchinchisi ham ana bo'ldi bolalar, tayyor. Menda hammasi tayyor bo'ldi. Endi esa o'zimizga kirka qilib olamiz. Ana tayyor. Endi esa ketdi bolalar, biz olmos qidiramiz. Tak, olmos nima kerak? Bilasizlarmi nimaligini? Kirka qolishga, olmosli kirka qilib ana obsidianni sindirishga. Kelinglar, endi qidiramiz. Qancha qidiraman endi bilmayman. Mayli, kelinglar. Menimcha ancha qidiramanmi deyman-da. Boru qachon chiqadi bu olmos? Mayli, ketdi, qidiramiz. Bolalar, mana bu yerda qaranglar, shu olmos bor ekan. Qanicha yana bormi bu yoqda mashlada? Mana bu yerda ikkinchisi ham bor ekan. Tak, uchinchisi ham bor ekan. Ura bolalar. Menda o'sha 3 ta olmos bor endi. Ketdi, o'zimizga olmosli kirka yasab olib, ana obsidianni biz tashlaymiz. Tak, kelinglar. Mana bu yerda o'zimizga doskalar qilib olamiz. Doskalar demak, qanaqa qilinardi kirkani? Mayli, hazillashaman, hamma narsa esimda. Ana bo'ldi, endi kelinglar, mana bu yerda sindiramiz. Tak, bo'laqa. Tak, tayyor. Mana bu yerda eshik bor ekan. Qanicha bo'laqa, sencha namicha sekin bo'votsan, bo'laqa. Tak, davay. Yana ozgina qoldi, ana bo'ldi. Tushunmadim, men o'zimga yana qalari chakam qolishim kerak ekan, to'g'rimi bolalar? Kelinglar, ana bo'ldi,
ichak tayyor. Endi esa eshikni ochamiz qanichi. Tushunmadim bu yoqda nima? Yana zadaniya bormi bolalar? Mana bu yerda qaranglar bolalar, ikkita zadaniya bor ekan. Mayli, xo'p kelinglar. Men bu o'qilib bilan anaqalarni tushirish kerak ekan menimcha. G'alati ekan. U hamma yoqda bitta bo'lsa, bu yoqda ikkita ekan. Mayli, kelinglar mana bundoq qilib buni tushiramiz. Bundoq qilib endi bunisini, tak, bunisini ham tushiramiz. Aha, endi buni tak. Mana bo'ldi, oxirgisi qoldi. Bolalar qaranglar, oson bo'tdi. Hop, mana bundoq qilib, ana bo'ldi bolalar, tayyor. Hop, qanichi mana bu yerda eshik ham ochilibdi. Endi ketdi mana bu yerga. Tak, qanichi bu yoqda уже priz bo'lish kerak. Da, bolalar, mana bu yerda priz bor ekan, qaranglar. Nima narsalar bor ekan bu yoqda qanichi? Mana bu yerda birinchi bo'lib kiyim bor ekan, kelinglar kiyib olamiz. Olmoslarni qaranglar bolalar ko'pligini. Ura! Men endi boyman, mana bu yerda juda ham ko'p olmoslar bor ekan. Qaranglar bolalar. Bo'ldi, endi bularni mazza qilib ishlatamiz. Xo'p, bolalar, mana bu yerda qaranglar, yana mana bunaqa mashina ham bor ekan. Voy bolalar, mashina ketib qoldi. Mayli, xo'p, nima qilmaydi bolalar. Bizda to ozgina qoldi. Уже nechta qoldi? Mashinalarni ochib bo'ldik. Endi esa bolalar, mana bu Galuboyni ochamiz. Menimcha bundan omadim keladi deb o'ylayapman bolalar. Bilasizlarmi nima? Chunki bu olmos rangi to'g'rimi? Ko'p olmoslar bo'ladi degan umiddaman. Bolalar, sizlar tayyormisizlar? Ketdi unda pastga qanichi. Tak, oxirgi qanichi. Bu yoqdan nima endi? Tushunmadim. Mana bu yerda qanaqadir odam bor ekan, yaxli. Tushunmadim. Mana bu namuncha sirg'anchi, mana bu yerda yax ekan. Salom, sen menga tegmaysanmi, to'g'rimi? Qanichi menga qanaqadir kirka berdimi? Bolalar, menimcha tushundim. Bo'ldi. To'xta. Hozir biz boshlaymiz. Bu yerda biz bir-birimizni tushirib olishimiz kerak. Kim birinchi tushib ketadi? Mana bu yerda lava. Bo'ldi, tushundim. Davay, endi sen tayyormisan? 1, 2, 3. Davay, boshlaymiz. Ketdi. Tak, bu yoqqa. Bundoq qilamiz. Bolalar, qaranglar. Men o'zini anaqasiga tushib ketdi-yu, mana bu yerda o'zini anaqa qilganda tushib ketdi. Bo'ldi, men uni yutdim. Ana bo'ldi. Qanichi mana bu yerda priz ham ochildi-yu bolalar, to'g'rimi? Men bizga kerak emas. Tak. Mana bu yerda nima bo'lar ekan? Davay, ochib ko'ramiz. Bolalar, qaranglar, mana bu yerda juda ham ko'p nimadirlar bor ekan. Mana bu yerda qormi bu? Tushunmadim. Mayli, hop, kelinglar, olamiz buni. Mana bunaqa qorga ham yo'q, olmosga o'xshayapti qanaqadir. Men aytdim, qanaqadir olmos bo'ladi deb. Yana mana bunaqa yaxli kiyimlar bor ekan bolalar. Kelinglar, kiyib olamiz. Bolalar, qaranglar, ajoyib ekan, lekin zo'r kiyim ekan, lekin menga yoqdi. Mana bu yerda xuddi shunaqa narsalar, yana qanaqadir kiyim bor ekan, yana bitta kiyim. Bu shunaqa kiyimmi yoki boshqasimi? Qanichi, kelinglar, endi buni kiyib ko'ramiz. Hop, qanichi. Bolalar, bu ham juda ham ajoyib ekan, qaranglar. Chiroyli kiyim ekan, lekin bu ham. Mayli, hop, ketdi, endi orqaga qaytib olamiz sekin. Mana bu yerda yana bu zo'rroq himoya qilar ekan, mana bu yerga qaranglar. Juda ham ajoyib kiyim ekan bu ham. Tushib ketishimga sal qoldi-yu. Tushib ketardim, hamma narsalardan qurib qolardim. Mayli, hop, ketdi unda keyingisiga, ko'kka. Xo'p, bolalar, mana bizda ko'k bilan fioletoviy qoldi. Endi biz mana ko'kka o'tamiz. Hop, qanichi, tushunmadim bolalar, ne bu yoqda suv yo'q? Bu yoqda nabarat suv bo'lishi kerak-ku. Ko'ku bu, to'g'rimi? Qaranglar, suv bor, lekin oxirida ana ko'ryapsizlarmi? Buni o'tishga qanaqadir odam qo'rqyapti bor. Agar qanaqadir lavoshka bo'lsa-chi, bolalar, qo'rqyapti, lekin odam, to'g'risini aytsam. Mayli, hop, ketdi qanichi. Hop, menimcha lavoshka deb bor. Menimcha men oxiriga o'tishim kerak. Mayli, hop, to'xtanglar. Nafas olamiz dedi. Hop, ana bo'ldi. Anta qaranglar, bor ekan. Mayli bolalar, ketdi unda. O'sha tez bora olamiz. Eshik yopilib qolmaydi degan umiddaman. Hop, mayli bolalar, sizlar tayyormisizlar? Ketdi endi. Tak, davay, tezroq. Hozir o'tib olamiz. Tak, davay. Tushunmadim, nimagadir eshik yopilib qoldimi? To'xtanglar, oxiriga qaytamiz. Hop, tezroq. Tushunmadim, mana bu ham yopilib qoldi. Bolalar, men aytdim-ku, bu menimcha lavoshka bo'lsa kerak edi. Yo'q bolalar, bu lavoshka ekan. Endi nima qilaman? To'xtanglar, qayerda nafas bo'ladi? Yo'q. Bolalar, bo'ldi, men yutqazdim. Biluvdim-da, bor bu lavoshkaligini, bekor kirimman bu yoqqa. Ana bo'ldi, bu yoqda ham yutqazdim. Bolalar, men hozir bilgan edim bor o'sha yerda lavoshka bo'lishini. Aytdim boshida. Mayli, xo'p, endi oxirgisi qoldi. Fioletoviy bolalar. Nushta bolalar, ketdim unda bu yoqqa. Hop, qanish, bu yoqda nima ekan? Tushunmadim men. Nima bu? Hop, kelinglar, takrib ko'ramiz. Bola, to'xtanglar. Bolalar, qaranglar, men bu yerga kelib oldim. Yaxshi antlik urilib ketmadim, bo'ldi. Men bu yerga tushib oldim pastga. Bu yoqdan nima ekan?
Tak qani men bu yoqqa o'tdim. Bu yoqda lavoshkalar yo'q, to'g'rimi? Hop, qani u yoqda nima ekan tepaga chiqish? Mayli, hop. Tushunmadim bola. Bu yoqda уже prizmi? Menimcha уже priz ekan. Bola qaranglar, mana bu yerda rang-barangli nimadir narsalar bor ekan, ajoyib. Ko'rasizlarmi? Mayli, hop, kelinglar bularni ovlamiz. Mana bu yerda yana qaranglar, qanaqa tuxumlar bor ekan. Bola ko'rasizlarmi? Nima bu? Nimaning tuxumi bu? Mana bu yerda yana nimadir ajoyib narsa bor ekan. Bu ham sakrashga narsa bo'lsa kerak. Sakrab tepaga chiqib qolishimiz bo'lsa kerak bola. Mayli, hop, shunaqa buni tepaga chiqib olamiz o'sha yerdan. Mana bu yerdan tushdim o'zi. Tak bundoq qilamiz. Nima bu mani bunaqa osmonga ko'taradi? Qayoqqa uchaman? Da, bolalar yiqilib tushdim. Yiqilib emas va yomon bo'ldi lekin mayli, hop, kelinglar narsalarni olamiz. Yomon sekretarkan lekin o'zi anu bori suv topolmadim suvga tushishga. Hop, qaranglar, mana bu yerda birinchi rang-barangli bunaqa narsalar tushdi. Tushmadim, menga otilyaptimi bu? Yaxki, mana bunaqa bolta bor ekan, mana shu bilan oldirib tashlayman men seni. Tak bunda otamiz, tegmadimi? Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Tak bunda qilamiz. Bu yoqqa. Oppa, ana bo'ldi. Bo'ldi, bangla torganini qaranglar. Lekin men o'lmadi, bormaydim, qocha qolib, vashcha kuchli ekan u. Hop, bu yoqda bunaqa creeper bor ekan. Ajoyib ekan, qaranglar. Vau, banglasa ham zo'r banglar ekan, ha bolalar. Mana bu yerda ham bunaqa ajoyib narsa bor ekan, qanichi. Bu yoqda golem bor, ani urmaysanmi? Bor ur uni. Urmayapti bu, yomon golem ekan. Mayli, hop, bu yoqda tushunmadim, nima qilsan, menda bunaqa bolta bor. Da, bola ehtiyot bo'lish kerak ekan bu bolta bilan. Mayli, hop, oxirgisi mana bunaqa endermanmi bu? Bola qaranglar, nimalar qilyapti bu? Voy, yomon asabimga tegib bular lekin vashcha kuchli ekan. Nushta bolalar, biz bugun mana shu 7 ta rang-barangli qudularni o'tdik. Sizlarga qaysi biri ko'proq yoqdi? Men o'ylashim bo'yicha menimcha yashil menga ko'proq yoqdi deb lekin oranjiviy bilan anu ko'k esa bolalar yoqtirmaganim bo'ldi, ishoninglar. Vashcha g'alati edi. Mana shu yashil yoqdi menga hammadan ham ko'proq. Chunki bundan juda ham ko'p izumrudlar tushdi bolalar, to'g'rimi? Biz juda ham boy bo'lib ketdik buni ochganimizda. Sizlarga bolalar ko'proq qaysi biri yoqdi? Kommentariyada izohinglar yozib ketinglar. Bu oranjiviy bilan mana bu ko'k esa eng g'alatisi edi. Umuman yoqmadi menga ular. Nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr.